Xo'p, Ozod, Ertaknamo kvartiramizga yetib keldik. Ertaknamo saroy. Nima deydi? Osmonda shunaqangi fazoda shunaqangi joylar bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Mana shu eshigimizdan уже bilinadi, mana shu kvartiramiz qanaqaligi tushunimiz mumkin. Bu yoqda knopkami bu? Nima bu? Obmankani qarang. Mana shu pichoqda shu eshikni ochdim mana. Mana qilib ochishingiz mumkin. Juda ham qattiq aldashadi, qarang. O'xtey, pichoqni ochdim. Saroyimizga marhamat. Kelaverasan. Mana shunaqangi katta prixo'ja deymiz-da. Kichkina hovli deyaveraylik, katta hovli bizani kutyapti hali. Mana shunaqangi dekoratsiya. Avtorskiy dizayn o'zlarini mana shu mutaxassisliklari bo'yicha dizayn asosida qurilgan mana shu remontdan chiqarilgan uyga taklif qilyapman. Ertaknamo saroyimizga xush kelibsiz aziz muxlis. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Endi aytishlari bo'yicha juda ham katta xarajat qilganman degan gaplarni qildilar. Xuddi shu eshikni o'ziga $1000 xarajat bo'lgan. Domofonigacha bor. Mana bu yoqda kattagina birma-bir ko'rsatamiz to'liq chopli pol, Eron kafellari, oxirgi mana shu zamon talablariga moslashtirilgan kafellar, stroyni mana bunaqangi prixo'ja shkaflarimiz. Bizga yoqqan birinchi zaldan boshlaymiz. Behudaga boshlamadik. Sababi aksariyat kadrlarimizda zalni oxirgi bo'lib ko'rsatardim. To'g'risi Ozodjon, mana shunaqangi chiroyli zal, uchastka zallariga baho beradigan, javob beradigan zal desak bo'ladi. Nimaga desang, uchastkaga ham bunchalik zalni ko'rmadim. Ancha uchastka syomkalariga bo'ldik. Mana shunaqangi trenddagi zamonaviy qandillar, tepadagi mana shu qo'l mehnatlariga alohida e'tibor qilamiz. Sababi juda ham katta xarajat bo'lgan, xudo xolasa narxini ham juda ham chiroyli qilib chiqaraman. Shu holatiga o'zingizlar efir davomida narxini ko'nglingizda tugib qo'yaveringlar. Chiroyli mana bunaqangi elita pardalar, mana bu yoqda esa adashmasam bir qanaqangidir dekoratsiyalar. Qadimiy mana shu arab yozuvlarida bitilgan bir adashmasam bir to'rtliklar bor. Uyimiz shunchalik yorug'ki, e'tibor qilayotgan bo'lsang, mana shu kameramizga ham juda ham xalaqit qilyapti. Yorug'likni ko'pligi tufayli. Konditsionerimiz ishlab turibdi. Eng yoqqan tarafi mana shu bizga mana shu televizor zona uchun ajratilgan joyi. Bizni keyingi qismlar kutyapti. Videomizni davom etamiz. Ketdik. To'g'risi buni kvartira deyishga salkam xijolat bo'lyapman, sababi juda ham katta kvadrat, adashmasam 3,5 sotiq. 355 kvadrat maydonni o'ziga ichiga olgan mana shunaqangi chiroyli Ertaknamo kvartiramiz. Bu yoqda bizani sanuzul qismimiz, smestitellarni gapirib o'tmaymiz, kafellarni gapirib o'tmaymiz. To'lig'icha o'zingiz ko'rib turgan narsa haqiqatan juda ham qimmat. Висячий unitazlarimiz birinchi sanuzulimizga keldik. Suv naporini o'zingiz ko'rdingiz, sensor oynalarigacha qilib qo'yishgan. Bu birinchi sanuzul qismi esa. Bu yoqda esa alohida tualet uchun ajratilgan joyi. Bu yoqda ham bir nimalar bor. Adashmasam, mana nima joylashgan bizga. Boiler joylashgan. Vot. Adashmasam teplый pol sistemasi yugurtirishgan. Mana bunaqangi висячий unitazlarimiz hamma narsani ko'rsatyapman. Rakvinasigacha qilib qo'yishgan. Kafellarimiz Eron. Eshiklarimizga baho yo'q. Juda ham zo'r eshiklardan foydalanishgan. Bu yoqda bizga demak ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Bir ko'rsatamiz. Mana buni esa kattalar yotoqxonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Alohida o'zini konditsioneri bor. Bitta ko'rsating, Ozodjon, mana shu holatiga tepasiga juda ham katta mehnat yotibdi. Qo'l mehnati. Buni albatta yaxshi bilishadi mana shu xaridorlarimiz. To'g'risi menga juda ham yoqyapti. Salkam adashyapman. Syomka qilingan joyimizga qaytib kirmaslikka harakat qilyapman. Men bu yoqda adashmasam detski edi. Yosh bolalar xonasi. Buni esa amnaqangi dekoratsiyadan chiqarishgan kattalar yotoqxonasi. Bitta uyimizni ko'rsatib o'tasiz Ozodjon. Bu yoqda ham konditsionerimiz bor. Bu adashmasam televizor zona uchun ajratilgan joyi. Endi bunaqangi dekoratsiyani
salkam ko'rmadim, to'g'risi. Atacento, to'lig'icha Atacento. Mana shunaqangi chiroyli xonadonni oyoq ostlarini o'zlaringiz bahosini berasiz. Haqiqiy parketdan tashkil topgan mana shunaqangi chiroyli teplый pol sistemasi yurgizilgan. Endi esa maza qilib ko'rsatib o'tadigan joyimiz, ayollarimizga ajratilgan mana bu chiroyli xonamiz. Studiya desak ham bo'ladi, istagancha foydalanish mumkin. Sababi juda ham katta maydonni egallagan oshxona qismi. Oshxonamizda ham konditsionerlarimiz bor, to'liq bitovoy texnika bilan mujassamlashtirilgan. Mana bunaqangi zamonaviy, adashmasam buni bitta kvartirada ko'rdim, eslasang Ozod. Kelaverasan bitta ko'rsatsam, mana bunaqangi chiroyli xolodilniklarimiz, buni albatta ko'rsatishimiz shart. Kelaver bitovoy texnikasidan bitta tanishtirib o'tamiz. Adashmasam, mana bu yoqda bizani moykamiz bo'lyapti. Mana bu yoqda bir narsa bor. Buni qaragin. Nima yashiringan bu yoqda? Yana bitta bollerimiz shu joyda o'rnashib olibdi. Buni albatta ko'rsatishimiz shart. Sterilka mana bunaqangi, adashmasam buni choyxonalarda, mana bu restoranlarda ishlatadi bunaqangi komfortkani. Kelib o'zingiz shaxsan ko'rasiz albatta. Bunaqangi Hoffman sotuv markazidan, brendidan to'lig'icha Hoffmandan mana shu foydalanishgan. Juda ham zo'r. Xolodilnikimiz esa Premierdan. Mana bu yoqda esa bizani adashmasam duh kontur kotelimiz o'rin olgan. Juda ham zo'r. Filtrlarigacha, mana bunaqangi adashmasam reduktorlarigacha to'lig'icha komplektlashtirilgan mana shu duh kontur kotelimiz uchun ajratilgan xonasi. Juda ham zo'r. Mana bu stroy shkafimizga alohida baho beramiz. Qandillarga endi gap bo'lishi mumkin emas. To'lig'icha ko'rsatib o'tdik degan umiddaman, xudo xolasa. Bu ziloniy zona ajratilgan joyimiz oshxonamiz edi. Oshxonamizga ham albatta bahosini berasiz. Efir davomida o'zingiz hisoblab boravering. Kvartiramiz necha pulga arziydi? Yana yarmi qoldi kvartiramizni penthouse. Xudo xolasa, kvartiramizni ushbu oshxona qismiga ajratilgan televizor zona uchun ajratilgan joylarigacha qilib qo'yishgan. Buni ham ko'rsatib o'tishingiz shart Ozodjon. Endi mana shu to'lig'icha jihozlarni qoldirib beramiz degan gaplarni qilishdi. Bizani esa penthouse kutyapti, ketdik. Bizani penthouse'imiz kutib oladi. Penthouse'imizni ham ko'rsatib o'tishimiz kerak. Juda ham bahavo. Hozirgi vaqtda mana shu quyoshning jazirama vaqti, adashmasam soat 1. Soat 1 da shunaqangi issiq paytiga mana sizga penthouse'dagi shamol havo. Juda ham bahavo joyda joylashgan Buxara City Turon Plaza deb kelaverasiz. Lokatsiyasi esimdan chiqdi. 355 kvadrat maydonni o'z ichiga olgan ushbu kvartiramizni penthouse qismiga biza. Penthouse'imizda ham mana bunaqangi alohida o'zini sanuzul qismlarini, sharoitlarini qilishgan. Kelaverasan Ozodjon. Bu yoqda esa bizani adashmasam kichkina bo'lsa ham kuxnya qilishgan. Mana hovlimizda ham kuxnya bor ekan. Bu yoqda esa kladovka xizmati uchun. Qo'l. Har bittasiga alohida eshik. Mana shunaqangi katta penthouse qismi suv ketish yo'nalishlarini mana alohida ko'rsatishimiz kerak. Nerjavenka, adashmasam nerjavenka detaldan foydalanishgan, juda ham zo'r. Umrbod demoqchiman. Penthouse'imizni mana shu joyidan mana shu shahar ko'rinishini ko'rsatib o'tmoqchiman. YouTube kanalimiz a'zolari, hammanglarni ushbu efirimizni ko'rishni qayta tavsiya qilaman. Hech bo'lmasa orzu-havas qilib niyat qilasiz, like bosasiz degan umiddaman. Sababi Buxoromiz mana shunchalik chiroyli bo'lib ketgan. Mana sizga Buxoroni asl ko'rinishi. To'g'rimizda Turon Plaza. Bu yog'imizda esa Turon Gostinsa, Turon City Plaza. Buxara City'ning eng zo'r nuqtasida joylashgan ushbu xonadonimiz sotuvda. Xudo xolasa like bosib tarqatish esdan chiqmasin. Konditsionerimizni soni 4 ta, sanuzul qismlari adashmasam 4 ta 5 ta. Uni ham sanadim. Kuxnyamiz 2 ta. Tashqarida ham kichkina bo'lsa ham kuxnyamiz bor. Endi barbekyu, shashlik, maishat uchun sharoitlarni o'zingiz qilib olasiz. Alohida bir kamen yo bo'lmasam barbekyu burchagini, sharoitini taxlab olasiz degan umiddaman. Demoqchimanki, penthouse'imizdan mana shu shahar ko'rinishining bitta ko'rsataman. Endi xudo xolasa narxiga keldik. To'g'rida Latiko Imran Building sotuv markazidagi imoratlarimiz ko'rinishi.
Chap qo'limizda Kriti, ro'paramizda esa bitta ko'rsatasiz. Sharq mavzesi. Juda ham chiroyli joydan yaxshigina xonadon tavsiya qilyapman. Yaqiningizga jo'nating, albatta bunaqangi xonadon har doimda chiqavermaydi. To'g'risini aytsam, egalarining raqamini qo'yib beraman. So'rashingiz mumkin. 200 ming AQSh dollarida so'ralgan ushbu xonadonni savdolashib, efir o'rtidagi mehnatimizga albatta like bosish esdan chiqmasin. 165 mingga olib kelib qo'ydim. Qolgan savdosi sizning qo'lingizda. Xudo xolasa yaqiningizga ilining ushbu xonadonimizni batafsil ma'lumotini opisaniyada qoldiramiz. Yetmagan ma'lumotga egalarining raqamini qo'yib beramiz. Like bosish esdan chiqmasin. Yaqiningizga ilining. Ilinishni o'zi bir yaxshilik. Salomat bo'ling.